Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindaşlar, anlavatqınыңlar Muhammed ibn Süleyman Maghribi'nin Cem'ul Fevaid min Camil Usul ve Mecmu'uz Zavaid namlı kitabının 5. tomu. Biz içimlikler bilimini okuvatımız, KG'den davamlaştırımız. Arak ve sirke. İmam Bukhari'nin rivayetinde Aişe radhiyallahu anha mındaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den asaldan yasalgan şarap doğruluq sorulgan idi. Mest qılıngan her qandaq içimlik haram deb cevap verdi. Tirmizi'nin rivayetinde Aişe radhiyallahu anhadan rivayet qılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mest qılıngan her qandaq içimlik haramdır. Bir faraq içmigiçe mest qılmaydigan içimlikten bir uçum içimi haram degan. Faraq ölçem birligi bulup 3 sağa teң keldi. 1 sağ 3,3 litrga teң. Tirmizi'nin rivayetinde Cabir ibn Abdullah radhiyallahu anhumadan rivayet qılındı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mest qılıngan içimlikning har qanday az yoki ko'p bolsun haramdır degan. İmam Müslim'nin rivayetinde Abu Burda dadısından mundaq deganligini rivayet qiladi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni Muaz radhiyallahu anhu bilan birga Yamanga avatgan edi. Kishilarni Allohning diniga da'vat qilinglar, bishoratlarni deb berib jalb qilinglar, urkitib etmanglar, dinni kishilarga asillashtirib beringlar, qiyinlashtirmanglar degan edi. Men, "Ey Rasululloh, biz Yamanda ikki xil ichimlik yasab ichatdik. Buning biri toza va'g'atkichi echitilgan asaldan ishlangan ichimlik, yana biri toza va'g'atkichi echitilgan qo'noq va arpadan ishlangan ichimlik. Bu ikkisi haqida bir fatvo bergan bo'lsang" dedim. Peygamber aleyhisselamga qisqa ibaralik, mol mazmunliq so'z qilish qobiliyati ato qilingan edi. Peygamber aleyhisselam "Men namozga daxil qilgan har qanday mast qilg'uch narsani ichishdan to'siman" dedi. Nesai'nin rivayetinde Abu Cüveyriye radhiyallahu anhu mındaqdaydı. İbn Abbas radhiyallahu anhumadan bazaq üzüm şerbetinden tayyorlangan mast qilgan içimlik haqqı so'ralgan edi. İbn Abbas radhiyallahu anhuma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bazaqning hukmini allabirun bayon qilib bo'lgan. Mast qilgan har qanday içimlik haram deb javob berdi. Abu Davud'un sahih rivayetinde Deylem İmyeri radhiyallahu anhu mundaqdaydı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mundaq sual sorab, "Ey Rasulullah, biz havo klimati soğuk joyda yaşaymiz, jafo mushaqqatli ishlarni qilamiz. Soğuqqa bardoshlik berish ham ishlarimizni chidamli bo'lish uchun bug'doydan sharab yasab ichimiz. Bu qandoq bo'ldi?" degan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O sharab mast qilamdi" dedi. Men "Ha, mast qiladi" dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Undaq bo'lsa, uningda yiroq turinglar" dedi. Men "Biroq kishilar uni ichishni tashlamaydi" degan edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Uni ichishni tashlag'il unmasa urush qilinglar" dedi. Abu Davud'un sahih rivayetinde Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu mundaqdaydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem araq içishdan, qimar o'ynashdan, shahmat o'ynashdan, qo'noqdan yasalgan ichimlikni ichishdan to'sqan va mundaq degan: "Mast qiladigan har qanday ichimlik harom." Abu Davud'dan rivoyat qilinadiki, Ibn Salam Abu Ubayd G'ubayra degan Habashistonliklar qo'noqda yasaydigan bir xil ichimlik degan. İmam Müslim'nin rivayetinde İbn Ömer radhiyallahu anhumadan rivayet qılınıdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Mast qiladigan har qanday narsa araq qatoriga kiradi. Mast qiladigan har qanday narsa haramdir. Kimki bu dunyoda araq ichishni davomlashtirib, tavba qilmay o'lib ketsa, u dunyoning sharaflarini icholmaydi." Nesai'nin Hasan rivayetinde İbn Ömer radhiyallahu anhumadan rivayet qılınıdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: "Mast qiladigan har qanday narsa haramdir. Mast qiladigan har qanday narsa araq hisoblanadi." Abu Davud'un Hasan rivayetinde İbn Abbas radhiyallahu anhumadan mundaq rivayet qılınıdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Mast qiladigan har qanday ichimlik araq hisoblanadi. Mast qiladigan har qanday narsa haramdir. Kimki mast qiladigan bir narsa ichsa, uning 40 kunlik namozining savobi kamaytiriladi. Agar tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Ammo 4-chi qatim qayta ichirkan, Alloh u kishiga cho'qim tinatul xabalni ichkizadi dedi. Sahobalar: "Ey Rasululloh, tinatul xabal degan nima?" deb so'ragan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Tinatul xabal degan do'zax ahlining qon yiringlaridir. Agar birarsi araq halol haromni bilmaydigan kichik bolaga araq ichkizsa, Alloh u kishiga cho'qim do'zax ahlining qon yiringlarini ichkizadi" dedi.
Tirmizining sahih rivoyatida Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimiki aroq ichsa 40 kungacha Alloh u kishining namozini qabul qilmaydi. Agar tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Qayt ichsa yana 40 kungacha Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Agar tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. Yana ichsa, Alloh yana 40 kungacha Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Agar tavba qilsa, Alloh tavbasini qabul qiladi. 4-chi qatim qayt ichsa, Alloh yana 40 kungacha uning namozini qabul qilmaydi. Tavba qilsa-mu, tavbasini qabul qilmaydi va uni Nahrul Xabaldan sug'uradi. Biraylan Ibn Umardan: "Ey Abu Abdurrahman, Nahrul Xabal degan nima?" deb so'ragan edi. U Nahrul Xabal degan do'zax ahlining qon yeringlari oqadigan o'stang deb javob berdi. Nasaining sahih rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: kimiki aroq ichsa, lekin mast bo'lmasa, ichgan aroq uning badanidan butunlay chiqib ketgunga qadar Alloh uning namozini qabul qilmaydi. Agar u shu holatda o'lib ketsa, kafir holda o'lgan bo'ladi. Agar aroq ichib mast bo'lgan bo'lsa, Alloh uning 40 kunlik namozini qabul qilmaydi. Agar u shu holda o'lib ketsa, kafir holda o'lgan bo'ladi. Nasaining sahih rivoyatida Osman radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Aroqqa yaqin kelmanglar. Aroq degan butun buzuqchilikning onasi. Sizlardan burunqi bir qavmda bir abid o'tgan ekan. Bir ozg'un ayol uningga oshiq bo'lib qopti. Shuning bilan u ayol dedikin avatib, u abidni bir masalada guvohchi bo'lishga chaqiribdi. Abidmi dedekning so'ziga ishinib kepti. Har darvozani o'tganda dedek orqasidan darvozani taqab minibdi. Shundoq minib bir uy kiribdi. Qarag'udoq bo'lsa, uyda chiroyli bir ayol, yanada bir bola, yana bir tarafda bir ko'z aroq turg'udek. Ayol uningga qasam qilamanki, men seni guvohlikqa tortish uchun chaqirmadim. Men seni yo men bilan munosabat o'tkazishga, yoki bu aroqni ichishga va yoki bu bolani o'ldirishga chaqirdim debdi. Zina qilish va odam o'ldirishni bekchon gunoh deb qaragan abid bu gunohlardan saqlanish uchun undaqda men bu aroqdan bir qadah ichay debdi. Bir qadah ichgandan keyin yana bir qadah beringlar debdi. Shunday qilib aroqni ichibdi. Orqasidan u ayol bilan zina qilibdi. Heliqi bolani o'ldiribdi. Shunga aroqdan bek yiroq turinglar. Allohning nomi bilan qasamki, bir odamning qalbida iymon bilan aroq xumari hargiz bo'lib turolmaydi. Cho'qim ya aroq iymonni qo'g'lab chiqardi, yoki iymon u odamdan aroq xumarini qo'g'lab chiqardi. Ibn Majahning Hasan rivoyatida Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aroqkesh bilan butparast o'xshashdir degan. Ibn Majahning Hasan rivoyatida Abu Darda radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aroqkesh jannatga kirmaydi degan. Tirmizining Hasan va sahih rivoyatida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aroqqa aloqador 10 turli kishiga la'nat aytgan. Ular aroqni yasug'chi, yasatquchi, ichkichi, ko'tirguchi, ko'tartguchi, taqdim qilguchi, sotquchi, pulini yeguchi, setib olguchi va setib olguchi qatorliqlardir. Nasaining sanadi sahih hadisida Abu Burda ibn Abu Musa, dadisi Abu Musa radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: men aroq ichish bilan Allohni qo'yib bu turlikka cho'qinishning hech farqi yo'q deb qarayman. Imom Buxoriyning rivoyatida Ibn Umar radhiyallohu anhu mundaq deydi: Umar radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning munbiriga chiqib xutba o'qib mundaq dedi: aroqning haromligi keskin bekitilib bo'ldi. Aroq uzum, xurmo, bug'doy, arpa va asal qatorliq 5 xil narsadan yasaladi. Odamni behush qiladigan har qanday narsa aroq hisoblanadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bizdan ayrilishdan burun cho'ng dadaning mirasi, kalolaning hukmi, ota-onasi, bolasi yo'q mayitning mirasi va jazoni turib kiradigan masalalardan bir qanchani bizga ko'rsatib berishni arzu qilatdim. Imom Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: men Abu Talhaning uyida kishilarga aroq qo'yib berotdim. U zamonda ularning ichadigan aroqi to'ng xormida yasalatdi. Shu asnoda bir jakarchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyrug'iga binoan xaloyiq aroq harom qilindi deb to'ladi. Buni anglagan Abu Talha menga "Mang, berib aroqlarni elib chiqib to'kivat" dedi. Men aroqlarni elib chiqib to'kivatdim. Shuning bilan aroqlar Madinaning ko'chalarida iqishga boshladi. Bir qism kishilar aroq
texi qo'rsaqlarida chog'da o'ldirilgan bir qism kishilarning ahvoli qandoq bo'ladi deyishdi. Shuning bilan Alloh iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa va yaxshi amallarida izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Alloh yaxshi ish qiluvchilarning do'stidir degan oyatni nozil qildi. Sura Maida 93-oyat. Imom Buxoriyning rivoyatida Anas radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men shu chaqda Abu Ubayda, Abu Talha va Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhumalarga to'ng va pishiq o'lxo'rimdan hazırlangan xormani qo'yib berib o'tdim." İmam Müslim'deki yana bir rivayette men Enes'ten u qandaq araq edi deb so'ragan edim. U to'ng va pishqan o'lxo'rimdan hazırlangan araq edi deb javob berdi. Buxoriy'deki yana bir rivayette to'ng va quritilgan xo'rimdan hazırlangan araq edi deb javob berdi deyilgan. İmam Müslim'nin rivayetinde Abu Said Hudri radhiyallohu anhu mundaqdaydi: "Men Madinada Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xutba so'zlab, ey xaloyiq, Alloh taolo araq to'g'riliq dartinab so'z aytib o'tadi. Balki araq to'g'riliq aniq bir hukm nozil qilishi mumkin. Shunga kimda araq bo'lsa, uni setib pulidan foydalansin deganligini anglagan edim. Uzun o'tmayla Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo araqni harom qildi. Uyda araq borlar araqning haromligi haqida nozil bo'lgan bu oyatni anglagandan keyin uni ichmasin va satmasin dedi. Buni anglagan kishilar uydagi aroqlarni elib chiqib Madinaning yo'llariga to'kib etdi. İmam Buxoriyning rivoyatida Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu mundaqdaydi: "Men Badr urushida bir to'ki g'animat olgan edim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana bir to'ki berdi. Men u ikki to'kiga chiq ortib sotqilab o'ratdim. Yana Qaynuqodan bir zargar menga yordamlashatdi. Men bir oz pul tepib, ayolim Fatimaning to'y marosimini o'tkazib bermoqchi edim. Bir kuni u ikki to'kini bir ansorining eshik oldida cho'ktirib qo'yib, chiq yiqqili ketgan edim. U uyda Hamza ibn Abdul Muttalib aroq ichayotgan ekan. Yanada bir naqshi dedek bor ekan. U dedek naqshi aytib, "Ey Hamza, semiz to'gilarga bir boqmamsan" debdi. Shuning bilan Hamza radhiyallohu anhu qilchini sug'urib, mening to'gillarimning lokullarini kesib olibdi. Beqinini bo'sib, jigarlarini olibdi. Men kelib bu manzarani ko'rib, tinim shurkinib ketdi. Shuning bilan Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga keldim. Yanada Zayd ibn Harisa bor ekan. Men bo'lgan ahvolni aytgan edim. Payg'ambar alayhissalom Zayd ibn Harisani agashtirib uydan chiqdi. Men uning agashdim. Uchimiz Udul Hamza bor uyga keldik. Payg'ambar alayhissalom Hamzaga qaygan edi. Hamza beshini ko'tarib, "Sizlar degan mening dadamning qullariga" dedi. Buningdan uning maskanligini tushungan Payg'ambar alayhissalom keyinchimoq chiqib ketdi. Bu aroq harom qilinishdan burun bo'lgan voqea edi. Nasoiyning sanadi sahih hadisida Musab ibn Said mundaqdaydi: "Dadam Saidning uzum bog'lari bor bo'lib, u boqqa qaraydigan sariq bir xizmatchisi bor edi. Bir yili uzum bek ko'p bo'lgan edi. Boqqa qaraydigan el xizmatchi dadamga xat yozib, men uzum sesib ketarmikin deb ansirab qoldim. Shunga xohlasang uzumni siqib elib qo'yay" dedi. Dadam uning javob xat yozib, "Sana mening bu xatim tekkan aman beg'imdan chiqib ket. Alloh bilan qasamki, men endi sen ishonmaydigan bo'ldim" dedi va uni bog'bonlik vazifasini elib tashladi. Nasoiyning sanadi sahih hadisda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaqdaydi: "Kimki Alloh va Allohning rasuli harom qilgan narsani kundalik turmushida o'ziga harom qilay desa, mas qiladigan sirkini ichishni o'ziga harom qilsin." Nasoiyning sanadi sahih hadisida Abu Jamr radhiyallohu anhu mundaqdaydi: "Men kishilar bilan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning orasida tarjimonlik qilatdim. Bir ayol kelib uningdan menga meva, arpa qatorliqlarni ko'zida eshitib hazırlangan ichimlikning hukmini so'radi. Ibn Abbas uni ichishdan to'sdi. Ey Abu Abbas, men bir yeshil ko'zida meva, arpa qatorliqlarni eshitib, uningdan nihoyat tatliq ichimlik yasab ichaman. Shuning bilan qo'rsqim taraqlab ketadi. Qo'rsqim taraqlab ketadi degan edim. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma u narsang asaldan tatliq bo'lgan taqdirda ichma dedi. Nasoiyning sanadi sahih hadisida Ibn Shubruma mundaqdaydi: "Talha radhiyallohu anhu yasalgan ichimlikning halol yoki haromligi haqida shunday bir fitna bo'ladi-ki, kichiklar shu fitna ishida cho'ng'iydi, cho'nglar shu fitna ishida qariydi. Ularning ichida to'y bo'lsa, Talha va Zubayr radhiyallohu anhumalar mehmonlarga sut va asal taqdim qiladi.
Bir qatim Talhaga mehmonlarga sirk taqdim qilmamsan deyilgan edi. Talha men biror musulmonning mening sababimdan mas'ullik qilishini xohlamayman dedi. Nasai'ning sanadi sahih hadisida Said ibn Abdurrahman ibn Abza dadisining undaq deganligini rivoyat qiladi. Men Ubay ibn Kab radhiyallohu anhudan sirk to'g'risida savol so'ragan edim. U suv ich, asal ich, talqon umichi ich va kichikligingdan ichib cho'ng bo'lgan sutni ich dedi. Men savolimni qaytargan edim. U sen aroq ichmoqchimi? Sen aroq ichmoqchimi? dedi. İmam Müslim'nin rivayetinde Bekir ibn Abdullah Muzani radhiyallahu anhu mundaq deydi. Men İbn Abbas radhiyallahu anhuma bilan Ka'bning yanida o'ltiratdim. Bir sahralik kishi kelib, sizlarning tog'inglarning avlodi haramga kelgan mehmonlarni asal va sut bilan mehmon qiladi ekan. Sizlar sirki bilan mehmon qildi ekansizlar. Buning sababi sizlarning kambag'allikinglarmi yoki bexilliginglarmi deb so'radi. Ibn Abbas Allohga shukrlar bo'lsinki biz kambag'alma emas, bexilma emas, ammo sen so'rgan u ishning sababi shuki, payg'ambar alayhissalom orqasiga Usamani mingashtirgan holda ulug'i bilan haramga kelib, suv talab qilganda biz uningga bir qancha sirk sungan edik. Payg'ambar alayhissalom uni eshib qolganini Usamaga berdi va yaxshi qildinglar, obdan ish qildinglar. Buningdan keyin mushundaq qilinglar degan edi. Shunga biz payg'ambar alayhissalomning buyrug'iga xilof ish qilishni xohlamaymiz deb javob berdi. İmam Buxariyning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam muhojirlarga suv taqdim qiladigan yerga kelib suv so'ragan edi. Abbas radhiyallohu anhu o'g'li Fazlga: "Ey Fazl, sen onangning qishig'i berib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga uydan biror ichimlik elib kelgan" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biz mushu suvdan bergin dedi. Abbas radhiyallohu anhu: "Ey Rasululloh, bu suvga kishilar qo'llarini tiqadi" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Shundaq bo'lsin ber" dedi va shu suvdan ichdi. Ondan Zamzam quduqiga keldi. Abbasning avlodi quduqdan suv tortib kishilarga Zamzam taqdim qilyotdi. Payg'ambar alayhissalom ularni ko'rib, "Ishinglar, sizlar yaxshi ish qilyapsizlar. Kishilarning menga agishimiz deb bu ishni sizlardan tortib olishdan ansirmagan bo'lsam, menmi quduq tushib, arg'amchini o'shnamga selib, sizlar bilan birga quduqdan suv tortgan bo'lardim" dedi. Abu Davudning sanadi Hasan hadisida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Men tulumga atdiganda xurmuchlab qo'yatdim. Payg'ambar alayhissalom kechki tomoqni yeb bo'lgandan keyin uning suyini ichitdi. Eshib qolsa uni to'kitib yoki boshqacha elitib, tulumni yuyib yana xurmuchlab qo'yatdim. Tong otganda nashridan keyin uning suyini yana ichitdi. Tulumni atdigan kechda 2 qatim yuyatdim. Abu Davudning sahih hadisida Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi. Ost tarafda suv ichadigan to'shki bor, ustidan sug'uriladigan eg'izi bor tulumda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga meva sharif hazırlanatdi. Atdigani hazırlanganini kechda hazırlanganini atdiganda ichetdi. Muslimning rivoyatida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomning ichish uchun oqshimi tulumga mevjilab qo'yiladi. Tong otganda payg'ambar alayhissalom uning suyini shu kuni atsi va o'gini asirga saqlab ichetdi. Undan keyin qolib qolganini xizmatchisiga beradi yoki uni to'kitadi. Abu Davudning sahih hadisida Abdullah ibn Abu Qatada dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quruq uzum bilan xovimni, quruq xovim bilan to'ng xovimni, pish oldidagi xovim bilan pishgan o'l xovimni birlashtirib sirka sashdan to'sgan. İmam Müslimning rivoyatida Abdullah ibn Abu Qatada dadasining mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam quruq uzum bilan xormini, quruq xorm bilan to'ng xormini, quruq uzum bilan xormini, quruq xorm bilan to'ng xormini, pish oldidagi xormi bilan pishgan o'l xormini birlashtirib sirka sashdan to'sgan va mundaq degan. Bulardan sirka asmoqchi bo'lsanglar, har birini ayrim qachig'iga chilanglar. Nasai'ning sanadi sahih hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam biri yana birining xususiyatlarini o'zgartirib oladigan darajadagi 2 xil mevani birlashtirib sirka sashni to'sgan edi. Men uningdan to'ng xormi bilan pishgan o'l xormidan yasalgan mas qiladigan ichimlik haqida so'radim. Payg'ambar alayhissalom uni ichishdan to'sdi. Anas payg'ambar alayhissalom to'ng xormi bilan sarg'ish oldida turganlarining 2 xil meva qatoriga kirib qolishini ansirab, u ikkisini birlashtirib sirka sashni to'g'ri ko'rmaydi degan. İmam Malikning rivoyatida Mahmud ibn Labid Ansari radhiyallohu anhu mundaq deydi.
Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu Sham barganda Sham xalqi Ömer radhiyallohu anhuga Shamdagi yuqumli kasaldan shikoyat qilib, bizga bu sharabdan, ya'ni üzümni siqib tayyorlangan sharabdan boshqa bir narsa bayat qilmaydi deyishdi. Ömer radhiyallohu anhu sizlar asal ichinglar dedi. Ular bizga asal yoqmaydi dedi. Shuning bilan ulardan bir kishi Ömer radhiyallohu anhuga biz sana bu ichimlikdan mas qilmaydigan shaklda tayyorlab kelaylik ko'rib baqqan dedi. Ömer radhiyallohu anhu bo'ladi dedi. Shuning bilan ular uni qaynatib 3dan 1 qolganda elib keldi. Ömer radhiyallohu anhu uningga bir baramqini tiqib tortib deb, baramqiga yuqqan shirni so'zib chiqdi. Buni ko'rgan Ömer bu to'gilarning yarisiga so'yadigan mayga o'xshabdi. Buni ichsanglar bo'ldi ekan dedi. Ubada ibn Samit radhiyallohu anhu Ömerga sen ularga ilq sharabni ichishga yo'l ochib berding dedi. Ömer radhiyallohu anhu Allohning nomi bilan qasamki men hargiz uning yo'l ochib berishni maqsad qilmadim. Ey Alloh, sen ularga harom qilgan narsani men ularga halol qilmayman. Sen ularga halol qilgan narsani men harom qilmayman dedi. Nesai'ning Sahih rivoyatida Amir ibn Abdullah mundaq deydi. Men Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhuning Abu Musaga yozgan xatni o'qigan edim. U xatda munolar yozgan ekan, maqsad kelsak, mening qishimga Shamdan kelgan bir karvon tugining yarisiga so'yilgan mayga o'xshash qora, quyuq bir xil ichimlikni olib keldi. Men ulardan bu xil ichimlik qaynatganligini buni qanchalik qaynatganligini so'radim. Ular 3dan 2 qism ketib, bir qism qolg'ich qaynatganligini aytdi. Demak, yo'qolgan bu 2 qismining biri mas qilgan qismi, yana biri purqi bar qismidir. Shuning uchun sen tarafdagi kishilarning bu ichimlikni ishishiga ruxsat qilsang bo'ladi. Nesai'ning sanadi sahih hadisida Shabi mundaq deydi. Ali radhiyallohu anhu kishilarga shirni tarqitib beradi. U shirni navoda chivin tushib ketib qolsa, chiqolmoqdek darajada qaynatib quyuqlashgan shirni edi. Nesai'ning sanadi hasan hadisida Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deydi. Nuh alayhissalom bilan shayton bir tut talni talashib qopdi. Har ikkisi bu meniki deb da'vo qilishibdi. Oxiri ular kelishibdi. Kelishim bo'yicha uning 3dan 1 qismini Nuh alayhissalom oldigan, 3dan 2 qismini shayton oldigan bo'pti. Nesai'ning sanadi sahih hadisida Abu Sabit as-Sa'labi mundaq deydi. Men bir kuni Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yanida turatdim. Bir kishi kelib, uningdan siqilgan üzüm suyini ichish haqida so'radi. Ibn Abbas yangi siqilgan bo'lsa ichsang bo'ladi dedi. U kishi men bir ichimlikni qaynatib elib qo'ygan, biroq ichishga uni toza unamayotdi dedi. Ibn Abbas sen uni qaynatishdan burun ichchamtang deb so'ragan edi. U yo'q dedi. Ibn Abbas undaqda asli ichish harom bo'lgan narsani sen ming qaynatsang halol bo'lmaydi dedi. Muslimning rivoyatida Anas radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan aroqni sirkaga aylantirish haqida savol so'ralgan edi. Payg'ambar alayhisalom bo'lmaydi dedi. Nesai'ning Sahih hadisida bir sahabadan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Mening ummatimdan bir qism kishilar aroqni boshqa qism bilan atab turib ichidi." İmam Ahmed, Abu Ya'la ve Tabarani rivoyat qilgan bir hadisda Abu Musa radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilinadi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3 turli kishi jannatga kirmaydi. Ularning biri aroqkash, yana biri o'roq tuqqanlardan munosabatni uzish, yana biri sihirga ishongan kishi. Kimki aroqdan qo'l uzmay o'lib ketsa, u kishiga Alloh G'uta nomli o'stangning suyini ichkizdi dedi. Sahabalar u qanday o'stang deb so'raydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam u posh ayollarning avratidan oqadigan o'stang. Posh ayollarning avratidan chiqqan sessiq puroq do'zax ahlining azob qo'shib ularni texim qiynaydi dedi. Tirmizining Sahih rivoyatida Aisha radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tatliq sovuq ichimlikni bek yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.